Keyingi misolimizda ham shunaqa ekan. Soatda minut mili 42 minutda necha gradusga buriladi? 1 minutda 6 gradusga burilsa, 42 ni 6 ga ko'paytiramiz. 42 ko'paygan 6 teng bo'ladi 256. 256 teng bo'ladi. Soatning minut mili 30 minutda necha gradusga buriladi? Bunda ham shunaqa 6 ko'paygan 30 teng 180 bo'ladi. Soatning mili 2 soatda necha gradusga buriladi ekan? Buriladi degan savol beryapti. Bu savolda bunda soat mili 1 soatda 30 gradusga buriladi. Bu yerda endi 2 soatda necha gradusga buriladi degani uchun bunda 2 ko'paygan 30 qilamiz. Teng bo'ladi 60 ga. Keyingi misolimizda soat mili 40 minutda necha gradusga buriladi deyapti. Bunda ham shunaqa. 30 ko'paygan 40 bo'ladi. 1200 bo'ladimi? Keyingi misolimizda soatning soat mili 72 minutda necha gradus xolos shuni olib ketgan ekan bular ham. Shu bilan bu soatdan tashqari ikkinchi bo'limga o'tamiz shekilli.